Assalamu alaikum. Rahmatullohi barakatuh. Qandaysizlar tuğanlar? Күнжелес каналы бүгін 30 майда Соқылықтағы малбаларға келді 2021 жыл. Біз ең ақырғы видеоны тарттабыз. Уйлар тарталы, уйлар базар бүтіқына қызайт. Бер деп. Өйткені азыр емі жазында қой мен уй жақшы кетеді, қой ертеменен бау болады. Жылқы біраз слабырақ. Уйлар саған уйлар жақшы кетті. Құлағым чалыш ойынша сүт емі торпақтар арзандап қалыптыр 3-4 мыңға. Аз біз ертенеме сайрай беріп тамақ құрудайым. Жарма менен тандын қырлашмасын ішіп отабыз. Ақырғысы қалды. Ішіп қойылы, құрғаған тамақтар өлді өсін. Сіздерге бір сеттен сайрап көрсетіп береміз. Саған үйларға көрек басым жасайыз. Андан кейін жайлы қайдай тұрған майда торпақтар баққанға. Кейінанан кейін сүтем торпақтар көрсетіп береді. Бұғалар біз келгенде аз еле қалған болады. Бұғандар әнкені бұған семізіне метрмен өлчеп түрөлі. Етін білішет, ошоға жаш алып кетішетті. Ошандарлы тартып қойсақ болады, қалдыздан шықса тартауыз сөзсіз. Ана бісмиллахиррахманиррахим, суды ішіп бітірелі. Олар алынған ошайды. Ешкім білбедім. Аз мен ойттен навес ішіне кірелі. Күні сұқта бар навеске қашты. Шейді сода қызыйды. Ана бісмиллахиррахманиррахим баштай берелі. Оны саған үйлер кімдік олды екен? Сіз алдыңыз ба екен, қызығып қарап отасыз ба? Қарап отасыз, ә? Bu чернопестерлар kimdik oldu ki? Moskvadan gelen olsak, Rusya. Var sizden mi? Sizden mi? Bilbeysiz mi? Bu Rusya'dan gelen bazında bilmediniz bularını. Bular neyse çok olsaydı, jelinleri çıkıp durat. Meşine gireyim anda. Öz-özün caydarı ulayardan başlayıp takışayız. Sizin oyunuz kaysı bayki? Şol bu? Жылқы жақтан бұл жаққа өттіңіз бе? Саттыңыз бұғынан? Үйге жөн өттіңіз? Так, мұнағы жап-жақшына жалтыраған күрең қара ойлар тұрады. Ағам қармап тұрады бұл жақта. Еже қармап тұрады мұнағы өз-өзін ала ойлардан. Желіндер бір қарап қойыңыздар. Неңізі жаны бұшық келеді, көп тұр айтады, өз-өзін ойларға жетері жоқ дейді. Тауын қайдасаң жақшы семіз жүреді, қиналбайды дейді. Тоғы қайдасаң тоғы жүреді дейді. Россиядан келген малдың плюс жағы да минус жағы бар. Күнжелес деген. Минус жағы білесіздер, тауында кішіне чөжілайды, арықтайды, қиналады. Бірақ сарайда жайында қармасаңыздар сүтті береді. Қандай сағам? Іштер жақсы болады ау? Қанша үйді саттыңыз, қанша үйді алдыңыз? Алдыңыз. Қанша 3 үй қармап тұрасыз? Мұна күреңнен маштайшы бұл қанша жаш, қаншаны туған, қанша сүрі отасыз? 3-ті туған. Қанша сүрі отасыз бұл? Sütünü kança öğretti? 10 litre öğretti. 90 bin som gördünüzler. Жақсы söğüklü torpaqlarda alsanızlar болады. Buna ne olsa öyle sağış gerek ha? Kartan. Bu kança süt veredim? Hazır. Canı tuzaçı. 15 litre. 15 litre. Çöp cem kötörüldü. Çöp 170'ten 180'den en azdan 160'dan bolu otat. Oşağa jarasa sütten kötörüldü. Kança oldu süt? 23. 21 bölüm mürün? 23 sonra götürülüptür, бірақ бары арзан. Hazır mına fermerlerde eseptep görsen, sütü ücret çöp mene jemde aqtabayt dep kaldı. Жүгөрі алған 23 сом. Арпа алған 21 сом. Мына ушундай туғандар. Қымбатшылық. Бұл қанша ем тарғылыңыз? 90. Екінші тұғыт. Боғыз ба? Бұл қанша süt береді? 8-9 береді. Бұл 8-9. Жақсы. 4 айға өтіп тұр. Емі бұнағы ветврач тап келді текшертісіңіздер болады. Ежем, сіз екі үйді қаншадан деп отасыз? 95-тен. Бұл қанша süt береді? 8 ay boğuz, ondan aç süt beredi deydi. Bu qaraçı qara? Uşul 8 ay boğuz, ha? Bu qancha bu bas? Buldağı? Buldağı 95. Men sizlerge özgöçe uylарды көрсөтөмүn. Россия эмес туғандар. Мына уйларды азыр мени чакырды. Базарга биринчи жолу алып чыгыптыр. Бұл үйлардың өзгөчөлүгү жагы торпогунда Россиядан келген экен. Ошодон бери жүрүптүр. Бул жакта саап колдонуп азыр эми дүң сат жок кылайын деп аттыр. Мына ушундай экен, торпог абагында келип, азыр 3-чү туут. Боз канча айлык боз? 6 ай. 5 ай, 6 ай. Кайсылар сизге тиешет? Ушу бар, ошол. Мына бар.
Torpog'undan kelgan, Rossiyadan. Qunajin og'inda kelgan. Qunajin og'indan kelgan ekan. 150 ming so'mdan Kurugoy. Kelib tekshirib ko'rsangizlar bo'ladi. Sütlerini mana unday jelinler bilan 150 ming so'mdan. Ha. Sütler og'at desangiz odamlar jamon o'ylab qoladi. Ha, bunaqa tayli. Bu mening ağalar tanıp qaldim. Onday uylar. Bozorga birinchi yol chiqishdir. Nez kelib ko'rib olsangizlar bo'ladi, ağalar. Yaxshi uylar ekan, Qunajinda keldi dedi. Detaqda yoshlar da bor ekan. Chernopestroylar, Galstina. Nomerni aytib qo'ying. Qanchaga? 0709 42 46 82. Bo'ldina, chalaverasizlar. Kezek bunu gigant uyga keldi tuğanlar. Jelinni ko'rdingizlarmi? Ana buni degan pechatkasi bor ekan. Sho'ng uy. Müzde qarab qo'yingizlar. Hech narsa olgan yo'q taqsir. Qo'rqmaylar qo'ying. Oy, uydun sütü bu yerde, sütün bulağı, sütün qaymağı deb baqırat elder. Bu satıldı o ağa? Qanday deysiz? Satıldı o bu. Qancha? 130 ming so'm. Buna cho'ng yegan. Sütünü bilmaysiz bağa? 20 litr. Bunu baqsa berse kerak. Bu cho'ng uydu 130 ming so'm dedi. Buna vesni chiqtugandar. Tak. Men qayerdasan? Mana bu boz qizida, shuni so'ralasın. Bu to'g'aluy qancha? 130. 130. Tak. Jelini ko'rsatib qo'yinchi. Bu so'lidi u, bo'smi? Bir ay bo'lib turibdir. Hem chiqqan o'shita. Qancha sut beradi? 15 litr. Hemiz chiqibdir. Yaxshi. Buni qo'yib turadi og'amni. Bu uylar konsert ko'rsatyapti. Bu uyga qancha so'radingiz taqsir? 65. Bo'smi? Qancha oylik ham? 5 ay. 5 oylik bo'z ekan, ha? Yosh uy bu? O'rta yoshkan. Buni qo'y. Mana jelinlerni ko'rdingizlarmi? Qarmab sağыңızlar keladi. Bu Malawi. Как раз torpoqda shuni qo'yaga. Uzunu qo'ya, uzun balasi. Erkek. Urg'achi. Urg'achi. Yaxshi torpoq ekan. Bu qancha so'radi ham torpoq bilan? 95 yo'qo'dan. 95 ming so'm. Mana ko'rdingizlar? Uylar shunday. Qanchani sotdingiz ham og'a? Bozorda. Bir o'ylab chiqdingizmi? Yo'q, endi birla uy. Birla uy, mana. Bu 95 ming so'm. Yaxshi torpoq ekan. Urg'achi. O'sha Simentaldan qochganmi? Yo'q. O'rnida turib qo'y. Men aylanay tuğanlar. Kun issiq. Taqsir bu Qunajin torpog'i bilan qanchami? 85 deyapti. 85. Bu qayoqmi uy ham? Jangipaxta. Jangipaxta. Aeroportdan keldingizmi? Torpoq 80 ga berem deydi. Mana jo'n torpoq ekan. Urg'achmi? Urg'ach torpoq ekan. Yaxshi. Jangipaxta. Birinchi to'mada. Bu baba berdi bozor ham? 70 ta berdi. Berbe qo'ydingiz. Hem berersiz benim 70 ga? Atletni berdi ha. Endi uni beribmi, bermayapti bilasiz. Mana bu qizlar Qunajin ekan, yosh Qunajin. Jendep qarab qo'yingizlar. 70 ga. Nomeringizni aytib qo'ying chaqa, sizda Jangipaxta altar bor, olib olsin. 75 ga berem. 75 ga berem deydi, Qunajin ekan. Birinchi tuma. Nomer aytib qo'ying. 0772 772 46 46 49 92 92. 92. Chalaverasizlar og'am. Jangipaxta aeroport deb. Oy. Bu jas keldi, bu bitdi, problema onda chilcha desam, dag'ali bor turbaymi? Men botinkam almashtirmay kelib olgan ekanman. Bo'qilayotgandami? Bu og'amni qiynadik. Kechirasiz og'a. No, klass uylarga o'tayın men. Alsanız mana shunday o'zingizdan so'yukli uylardan oling'iz. Buni bo'z o'xshaydi. Bu qanchalik bo'z bu aka? Qanchalik bo'z? 8,5 ay, 15 kunda to'ydi deydi. 200 ming so'm. Ag'ay. 30 litr sut beradi. Baqsavmi? 200 ming so'm deydi og'am. Malawi'da. İşte yaş gelip qolib turdi. Onlar mayli, keyrlar tish qilib davashini aytadi. Tak. Bu Qunajin torpoq qancha?
Ses 48 ming so'm deydi mana shuni. Oh. Sağını koyup ketdi. Bu kadar tarafqa da sağanlar ötüp ketdi go. Bu kadarga to'yinchik. Mana yaxshi qunajinlar bor ekan. Qunajini to'yinda ama bu kadarga to'yin. Tak. Bu qunajingiz qancha taqsir? Qancha so'rab o'tasiz bu qunajinga? 60? Ha, 57 ming so'm ekan. O kishnerek qunajin. Bu qancha so'rab o'tasizlar bu? Bu da 57 ming so'm. Tak. Nerede anguslar? Anguslarni gördüңүздөр Özgöçe anguslar. Bes, kandayslar? Görürsün. Gelin taksir. Görürsün. Bu janak anguslar var. Tak. No başka gene. Kançadan dediңиздер bunu? Kançadan dedim bunu? 108'de. Bunu 108 ming so'mdan ekan. 108 ming so'mdan. Так. Ну bu kadar koyayım. No. Почем спрашиваете, братан, за нее? 100. 100. На откорм шел, да? Или полностью еще не дошел? Уже полностью еще не дошел откорм? Ayağına çeyin жетпептир. 100 ming so'm ekan mana shu buqa. Semiz buqalar satılып ketse керек. Mына yerda dagı jash buqalar turadi. Alып barib bağa turgan ekan. Baqsаңыздар etke толып ketadi. Bu qanchani so'rab o'tasiz taqsir buqa? 65 ming so'mdan mana shu buqalar. Bunday. Qarab olingizlar, kuruk. Kurugovoy. Aldыңыздарбы? Qanchadan aldыңыздар? Sekret bo'lsa. 48? Keltiribsizlar. Jaylovga ketdi. Jaylovga ketgan xonajinlar 48 ming so'mdan ekan. Tak, buni bugan ko'rib o'tasizmi? Che sotib o'tasizmi? Qancha so'rab o'tasiz bu? Ekoyda 140. To'liq ketgan emas atkormi? To'liq ketgan. Bağış kerakda. Acaba bu so'ysa bo'ladi. So'ysa bo'ladi. Buni 140 ming so'mdan. Aqında yeti to'liq buqalar ketgan o'xshaydi ertamen, la? Yetib qoldi. Ko'kroqqa o'lchaydi metrda. Yeti chiqaradi, sadat. Mana shunday tuğanlar gördüңүздөр. Bu cho'ng buqani bilmaysiz, siz degan emasmi? Bu cho'ng buqani atib kunjelesi degan. Cho'ng buqalar hech joy ekan. Bilmaysiz deydi. Siz gördüңүздөр, men aytganday ele semiz buqalar yetiga o'lchantirib ketib qoladi. Ele monday baqqanga monday cho'ng buqa, misol mo baqsаңыздар 10 ay, 9 ay turadi. Maksimal netke жетсе керек. Анткени чоң бирок арык. Буларга бой коюштун кереги жок. Bu ağalarım qarab atat. Men de gösterip koyayım bular. Bu satıb da asbaqasız. Yo'q, bizga emas. Qanchadan so'rab o'tadi ekan bilmadingiz? Yo'q. Bag'ayni deb ko'rib o'tasiz. Bularni hech yo'q qo'shadi. Tak, jilala. Sizniki qaysi? Ağa buqalarınız. Sürüyor deyin. Sizniki qaysi ağa? Şu bari. Bir yerde benim buqam çok eski. Kimde şöyle değişti. Spartkan var. Benim çağın sütem görüp oturup жақындап қалдым. Sen жолда кетіп атып мындай қунажындарды көрсөтөт өрем. Класс қунажындар берген қаншадан бұлар берген? 55 миң сомдан. Biraz мына чоңырақ қашқа қунажын екен. Сіздің қунажыңыз қанша? 55. Сеніз қарбасаңыздар бұқадан қашып қалышыда мүмкін? Hazır demet otar. Güyle otar. Біліп отауыр. Ben bilem de bozmaz. Болдым. Мен биыл қашықта болады дегенім да. Так, мойте жайлауға айдай тұрған чақа бұқалар. 3 баш тұрады. Şu buqaçalardı bıçakları gösterip koyun. Bıçaklarımız kaçadan peki? Kaçadan bıçaklarımız? Bıçaklarımız kaçadan sıra otasız? 5'ten değil. Evet, 45'ten. Benim kebir nedovol adamlarga düşünmeysin. Buqan urdap kelgende şileşet, urdap kelgende жооп беришет, жакшыны качып. Так, sizin kunajlar botor kançadan kurgu? 37'den. Kançasını satып бердиңиз эми? Эртеден бери. Слабый боза. Слабый. Ооба. Я коркпой эле койм.
Так, 37 ming so'mdan ekoni tartib bozor slab eyledik. Так. No, qancha oldu taqsir? Taqsir qancha oldu? Torpog'i meni, enesi meni. No, ya? Qaysi kanal bu? Kunjelesdi. Kunjelesdi. No, qo'yib torpog'i meni 115 ming so'm bo'lib tur. Biz yil o'rsak bo'ladi bu jaqa. Ha. Yaxshi olibsizlar, ha? Ortdan da ko'rsatib qo'yaman, jelinlerni qarab qo'yingizlar. 115 ming so'm. Bu yerda jayloqayda aytib turgan anday buchoq, buni chaqan plotniy buchoq. Qancha so'rayapsiz taqsir buga? 40 ming so'm erkaklar. Bog' qo'yingizlar. Tak. Men buchoqlar so'rab qo'ying, chaqamning buchoqlari maskani taqib, oldin ola etikani saqlab tur. Iki buchoqni qarab turadi, iki degan metkalar meni. Nomala turib. Bu qanchadan so'rayapsiz buchoqlarga? 55. Eko 55. Bu cho'ngroq bu qabri qarg'ar ekan. Siz demaylar, tetir qaraganlarni bosh tortmaymiz. Oğu, buna Galstina, Черная Пестра boyga ketadi, keyin o'lib to'lib beradi. Aqsaqal qanchadan so'rayapsiz? 58. Porter mashina chiqib o'tadi. Hozir barini chetga chiqaradi ekan. Pip deb quloqni jegicha biz buni torpoqlarga yetib boramiz. Setaymi torpoqlarga. Bunday urg'ash torpoqlar ekan. Turg'oy, haraqra. Qanchadan so'rayapsiz taqsir? 33 dan 35 dan deydi shularda. Bunda yerda klass qunajimlar ekan. Eje qanchadan bular? 43 dan. Uzoq 35 ga berdim deydi shu qunajimda. Urg'ash qunajim ekan. Oo. Sizning buchog'ingiz qancha? Yo'ldosh deydi qo'y, ha? Sudem torpoqlarga yetib oladi. O yetga boqqanga yaxshi torpoq ekan buqa, buchoq. Qanchadan so'radi? 40 deydi, ha? 40 deydi. Yosh torpoqlarga kelib urg'ash torpoq qancha taqsir? 25. No cho'ngroq torpoq ekan. Sizga qancha taqsir? 30 ming so'm. Bu jaqa o'tib oldingmi? Tak, taqsirligimiz kerak joq. Siloyimiz. Tak, buni yerda yaxshi torpoq bor ekan, mana bunday torpoq. Buchoq keldi. Qancha so'rayapsiz taqsir? 39 erkak ekan. Bunaqa sizga qancha buchoq? 26 ga beramiz. 26 ga beramiz deb. Ay mashina keldi. Buni yoqib so'rab turayin og'achi. Jash sutemgi torpoqlar. Qancha kunlik og'a bular? 2 juma. Qanchadan so'radasiz sen bularga? 20 dan urg'ach, ha? 20 ming so'mdan ashtar boqtirdi. Sizniki chiba ekan. Erkak 26. Ko'p birdek ko'rdingizlar, bo'g'on erkak urg'achi bo'lgan uchun. Ayirma mana shunday bo'ldi. Ha. Mashinalar chiqib ketsin. Men og'achim buni urg'achi bo'ldi. Ha, mana shuni aytib qo'yim erkakda. Og'achim oyoq o'tib ketdi. Bu og'amning yosh torpoqlari turadi. Uchovi erkakmi? Qanchadan taq? 25 ta otadi. Tak. Mo'larda ko'rsataman. Mana erkak, gigant torpoqlar. Gigant. Qanchadan taqsir bular? Qancha? 40 bo'ldi. 40 ming so'mdan so'radi. Erkak torpoqlar. Erkak. Buni torpoq sizniki taqsir? Buni o'zi qancha so'radi senda? Bu qancha? 33. Erkak. Ağam, adamlar meni tartma deb qaçsa siz meni tartdaysiz-ku. Sizniki qancha taqsir? 3 menga. Bunaqangiz qancha bo'ladi? Urg'ach, ha? Erkak. Buchi? Bunda erkak ekan, yaxshi torpoq ekan. Aha, 3 yosh torpoq sizniki. Erkak torpoqlar. Bular qanchadan bular? 70 ga biri. 70 ming so'm. Bu yaxshi torpoqlar ekan. Quloqni boshni qarab qo'yingizlar. So'danni bersin. Kelishsin mana biz. Eveler yoqqa kelib qoldik. Mana torpoq ko'rsatib qo'ysak bo'ladi ekan. Erkakga taqsir buni. Qanchaymi? 25. 25 ming so'm. Biz oyog'ina kelib qoldik. Sudem torpoqlarni ko'rib oldingizlar.
Mala torpaq qancha? Taqsir. 34 ming so'm erkek. Bu bir ay bo'ldi? 1,5 ay. Shvits. Bu kichkina sutga bag'ishingiz kerak ekan, ha? Kichkina sutdan qiynaldi. Bu sizning buqa qancha? 35 ming so'm. Bu da 1,5 ay. 2 aylik torpaq. Mana yaxshi. Bularda qon vit bor ekan, sutga to'ldirsangizlar o'sha cho'ngayib ketadi. Buni o'zida urg'achi torpaqlar 3 aylik, 4 aylik taqsir bularimiz. 4 aylik. Qancha so'raysiz? 35 qaramiz. 35 ming so'm qarasini. Kichkinaga Eko va? Ekshagada 30 dan ekan, 4 aylik torpaqlar tug'anlar. Qaratuvlarga keldik. Suyunchi sizlarga hem kelib bozordan tovuq olingizlar. Cheja olingizlar, arzonlab qoldir. Tovuq 700 so'mdan ele. Hozir 600 da 550 dan 600 dan sotyapti. Nurun 700 da olib 680 dan sotchilar. Hem jissom arzonlabdir, chejalarda arzonlabdir. Bozor sezon bitib kelatadi. Hem tovuq qilsangizlar bo'lsa ekan. Unda mesela salomatda qolingizlar, biz videoni keyin tutamiz. Bizga klass bosib kommentariya qoldiringizlar. Nez bu kezde tovuq cho'ja qalbachilar bor, tugatchilar. Mana shunday ekan to'g'onlar.